Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir radiomizda anlatilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Megilchehra. Turkiyaning Istanbul shahrida faoliyat olib boradigan Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik tashkiloti bilan Sharq Turkiston ulamolar birligining qurg'uvchi a'zosi, bosh nazoratchisi, ataqliq diniy zot va jamoat arbobi Abdulkamxon Maqsum 22 dekabr saharda tuyuqsiz olamdan o'tdi. Marhumning meyit namozi 23 dekabr Zaytunburnidagi Amin Inach masjidida tushirilib, dafn qilindi. Abdulkamxon Maqsumning tuyuqsiz vafoti Turkiya va butun dunyodagi Uyg'ur jamoatini musibatga cho'mdirdi. Uning sabdoshlari radiomiz ziyoratini qabul qilib, marhumning hayotiga yuqori baho berdi ham uning ruhiga atab Allohdan mag'firat tiladi. Yaqindan buyon Uyg'ur ayollarining Xitoydagi saqchixona va tekshirish o'rinlarida xo'rliqqa uchrayotganligi, bo'lib ularning milliy, diniy va insoniy haq huquqlarining dafsanda qilinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Bu haqda radiomizga inkas bildirgan bir qism xonim-qizlar o'zlarining saqchixona, aerodrom va boshqa joylarda duch kelgan og'ir qismatlarini anglatdi. Hatto Uyg'ur elidagi bir qism saqchixonalarmi bunday ahvollarni inkor qilmadi. Kanadadagi Uyg'ur faoliyatchilardan Ruqiya Turdush xonim o'z vatanida og'ir xo'rliq uchrayotgan Uyg'ur ayollarining psixikalik yordamga muhtoj ekanligini bildirdi. Doirlarning Uyg'ur elida masjidlarni a'lolashtirish veveskisi bilan keng ko'lamda masjidlarni chaqayotganligi xalqaroda kuchli inkas qo'zg'amoqda. Yerlik saqchilar bilan mas'ul xodimlar o'z tavalligida olib berilayotgan masjid chiqish harakati davomida yerlik aholilar bilan masjid jamoatidan qattiq bir norozilik yoki qarshilik harakatining ko'rilmaganligini bayon qildi. Siyosiy kuzatuvchi Mehmet To'xtapandi bu haqda inkas bildirib, doirlarning masjid chiqish qilmishining Uyg'ur elida olib berilgan qattiq zarba berish harakatidan keyingi yana bir tozalash plani ekanligini ilgari surdi. Bu yilning ikkinchi yarmida doirlarning Uyg'ur diyoridagi turmalarni kengaytib qurayotganligi haqida xabar taralgan edi. Yaqinda Xitoy hukumat taratqular uchur berib, rayonda turma saqchilarining ko'paytirilishga boshlaganligini ilgari surdi. Xalq to'rining xabar qilishicha, yangidan qabul qilingan 64 nafar turma saqchisi yaqinda Urumchidagi qurolliq saqchi qism mashq bazasida rasmiy mashq boshlagan. Ularning hammasining birda qo'shtilliq bo'lishi shart qilingan ekan. Kuzatuvchilar bu ahvol bu yil yozdan buyon Uyg'ur elida kengaytib qurilayotgan turmalarning odam kuchiga bo'lgan zo'r ehtiyojini oshkorlab berdi deb hisoblamoqda. Xitoy hukumati 2012 yildan boshlab Uyg'ur diyorida qo'zg'agan asabiylik zarba berish harakati davomida ko'plagan kishilarning diniy oshqunlik bilan ayblanib qo'lga olinganligi, qattiq jazoga hukm qilinganligi va izdiraksiz g'oyib bo'lib ketganligi ma'lum. Aqsuning Kalpin naisi Achaliyasida o'ltirishliq Yaqub Parat oilasi diniy oshqunlikni tugatish harakatida oila a'zolari bo'yicha qo'lga olinib, qamoqqa hukm qilingan oilalarning biri ekan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan yerlik aholilar Yaqub Parat, ayoli Gulnisaxon ham o'g'lining uzun yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini oshkorladi. Mutaxassislar Donald Trump Oqsaroyga kirgandan keyin Amerikaning ko'chmanlar siyosatida ma'lum o'zgarishlar yuz berdi deb qaramoqda. Yaqinda Amerikadagi bir qism ommaviy to'rbatlar bas munozara qo'zg'ab, siyosiy panohlik iltijosi orqali Amerikaning yeshil kartaga erishgan kishilarning o'z davlatiga berib kelsa, yeshil kartaning bekor qilinganligini, hatto kelgusidagi vatandoshlik iltimosig'imi salbiy ta'sirlar olib kelganligini ogohlantirgan. Amerikadagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal apandi bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilib, siyosiy panohlik iltijosi orqali mangulik o'ltirim olgan Uyg'urlarning Xitoyga berib kelishi xalqarodagi Uyg'ur davosiga og'ir oqibatlarni olib keldi dedi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.